Qarang, mo'shundoq baland o'xshagan o'riklar bozorda pulga yaramasa, ishkirga yo'tkayli desak, yo bir yo'limiz bo'lmasa, bankdan olgan qarzni qandoq qaytarish to'g'riliq beshim bak ketib bardi. Shu Qodiranka. Agar bu yil olgan qarzni vaqtida qaytarolmasangiz, kelar yil qarz olmagingiz ta'sib qoladi. Shuni danga ukam. O'riklarni sotay desangiz pulga olmasa, sotmay tashlaytay desangiz, yurak chidamasa, qandoq qiladigan gap kentam. Jiddiyleşmey turan Qodiranka. Shaharda mevchi pishiqlab ishlaydigan bir tonishim bor. Onun bilan aloqalashib baqay. Navoda bahada kelishib qolsanglar, onun bilan uzun muddat hamkorlashib, davomli mal o'tkazsangiz bo'ladi. Voy. Bak baland ish bo'ldi Juma ukam. Menga bak cho'ng yordam qilyapsiz. Juringlar, uyga boraylik. Qodiranka. Bizdan yana boshqa kentlarga boradigan ishimiz bor. Haras. Mauni men gezdan kesib olgan. Dehqonchilik fan texnikasiga oid mazmunlar ekan. Ko'rib beqing. Foydasi tegib qola. Voy. Rahmat ukam, rahmat. Sizlar omonat qarz kooperativining odamlari bak yaxshi Juma. Davomli bizning g'amimizni yeysizlar, ha? Qodiranka, biz degan bir oylik ishlar tursa. Shundoq. Ma'qul, biz qaytaylik. Ma'qul. Rahmat. Ma'qul. Xo'sh. Yig'ishtirah. Ma'qul ukam. Ma'qul. Oy. Ha? Voy. Aka, chatoq yo'q-da? Ishqis yo'q. Belimga yaltirib oldim ekan. Bo'ldi, sen yig'ishtirayver. Oy. Ko'tarib olaymi yo? Ha, bo'ldi, siz menga ver. Ma'qul. Bu qitim qancha kunda kelala? Ahvol qarayman-da. Ahvol qarayman? Bu nima gap, ha? Balamiz necha kundan keyin oliy maktabga imtihon berdi. Sizni ko'ngil bilmamla. Xotin, bu ko'ngil bilmaganlik emas. Mening ishim muhim tursa, men dehqonlarning uyiga berib, teriqchilik ishlari qandaqroq, men qarzni qaytara olamdi yo'q, bilib boqmasam bo'lmaydi. Balaning ishiga sen obdaroq ko'z quloq bo'lib qo'ysanglar bo'ldi-ku. Kelgusida oilamizdan oliy ma'lumotli odamdan biroz chiqib qolsa, ajab emas. Ma'qul, men mangdim emsa. Chiqqanlar qandoq ota bola? Bir kunda biray ig'izmi paranglashmaydigan. Hay, ko'pchilik tinishinglar. Hozir tushuntirib qo'ymas. Shunga paransamay jim o'tiringlar, ha? Ko'pchilik illiqlik yetkazish qarz puli degan ochiq oshkora qarz tarqitish deganlikdir. Biz foydalanmaymiz. Kimki sizlardan sovg'at qabul qilsa, sizlar uni pash qilsanglar, ustidan arz qilsanglar bo'ladi. U odamni idora bir taraf qiladi. Yana birisi qarz ilishning shartlari, rad tartibi, obyekti, sommasi, muddati hamda o'simi degandek mazmunlarni kent ishlarini oshkorlash taxtasiga chaplab qo'ydik. Amaliy ahvolinglarga qarab turib, selishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Yolg'ondan boshqalarning nomida qarz bejirish bu intayin cho'ng masala. Misol qilib aytsak, birisi sizning kimlik uchuringizni elib qarz bejirsa,
siz bu pulni ishlatanmaysiz. Navoda u odam bu pulni qaytarmasa, qandoq bo'ladi? Albatta siz qaytarsiz-da. Shunga ko'pchilik buningga bakrak diqqat qilinglar. Kimlik uchiringlarni xohlagancha boshqalarga bermanglar. Tushundinglarmi? Balam, o'qish bitagandan keyin nima ish qilay deysan? Nima ish qilsam mayli, lekin hargiz sendek bank xodim bo'lmayman. Nima? Qara dada, sen kundi yezig qatirab, yo oshtomig'im, yo dam olishing joyida bo'lmasa, tapaqina qani. Bu xizmatning zodi nari yaxshi. Balam, sen burun hamma odam shahar ko'chib ketdi. Biz nima ish ko'chib ketmaymiz deb so'raydi. Sana desam-ku, bu yerda kishilarning hammasi meni taniydi. Bu yerda bo'lsam, ularning pul omonat qo'yishiga, qarz elishiga yordam qila olaman. Meningmi ko'nglim shuningdan xushallik topadi emasmi? Lekin sen xizmat deb og'rib qolding. Mo'shundaq tursang, meni o'qishga qandaqmi royim bordi dada? Yo'q lan gap qilma. Yo'q lan gap qilmadim dada. Men o'qimay ishlab pul topay deyman. Balam, dadangni bir teriktirmasang nim bo'la? Ma'qul. Uni teriktirmay. Apa? Nima bo'ldi? Hech nima balam. Qo'lingdagi nima u? Hech nima. Akila ko'r paqay. Ay, Suydukdan zaharlanish? Ara sabah. Bu men ishlab topgan pul. gap qila. Chaqiriq qog'ozing qani? Yutib ketdi. Yutib ketdimi? Bugün o'tir qatlam kadrlar yig'ini etishimizda Erkinning ishidan hammanglar xabar topdinglar. Meningcha, uning kesilini cho'qim davolatish kerak. O'g'li Mardammo oliy maktabda cho'qim o'qish kerak. Shunlashqa ko'pchilikni qanday qilamiz maslahatlashaylik deb bu yerga yig'dik. Boshliq, biz
boshqa gapni qo'yib iyoni yig'ayli. Qanchalik yig'ilsa shu hisob. Sizlarchi-chu? Bo'ladi. Ma'qul, shundoq bekitdik. Ukam, shuncha valla og'riq turib, yana menga yordam qilishni unutib qolmabsiz. Rahmat sizga, ukam. Rahmat. Qadiranka, bu qilishga tegishli ishimiz. Takallub qilmang. Qadiranka, endi xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Xotirjam bo'ldim, ukam. Xotirjam bo'ldim. Men siz tanishtirib qo'ygan heliq xo'jayin bilan uzun muddatlik to'xtam tuzib oldim. Uning yoniga qanchalik oposam shunchalik oladigan bo'ldi. Xotirjam bo'ldim, ukam. Xotirjam bo'ldim. Yaxshi bo'pti, Qadiranka, yaxshi bo'pti. Erkin, yaxshimisiz? Voy, yaxshimisiz? Ha. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani, o'ltiringlar. Qandaqroq, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Barliq xizmatdoshlar siz uchun ozroq iyoni yig'ishgan. Ko'p bo'lmasimi ishiltib turasiz. Bunda qilsa qandaq bo'lar? Bumi ko'pchilikning ozg'ini ko'ngli. Ko'p bo'lmasimi avval ishiltib turasiz. Rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Tuzut qilmang. Rahmat. Rahmat. Test qilma. Xush xabar. Mos keladigan börek tepildi. Abdunum rayonidan mutaxassis taklif qilib börek ko'chirish operatsiyasi qildira oladigan bo'ldik. Bak yaxshi bo'pti. Bak yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti, ukam. Qanchalik pul ketdi? 200 ming yuanda ketadi. Darhol tayyorlik qilinglar. 200 ming. Unchalik chiq pulni nerdan topamiz? Xotin. Bo'ldi. Qaytayli. Davolanmayman. Erkin, qo'zg'alma. Ansirmang. Kooperativ sizni tashlab qo'ymaydi. Siz hozir xotirjam davolanishni biling. Qog'iniga biz amal qilaylik. Bo'lamdi. G'am qilmang. Boshliq. Hozirgi holtimizda bu pulni yig'ish qilib bo'lmaymiz, Juma. Rost deysiz. Shundoq. Hozirgi maoshim bilan har qancha yeb ichmay yig'sammi, bu pulni necha yildan yig'ib bo'lmayman. Degininglar o'rinliq. Munda qilaylikmikin? Abdunum rayonlik kooperativga doklad sunib, Erkinning kasallik ahvoli bilan oila qiyinchiligidan ularni xabardor qilib, ulardan yordam talab qilsak, sizlarchi? Bo'g'dek. Hozir bo'lgan barliq rahbariy kadrlar uqtiring. Darhol yig'inga kelsin. Erken. Bu Abdunum rayonimizga 10 necha ming kasbdoshingiz siz uchun to'plagan 190 ming yuan iyona pul. Qani. Elang. Bu ay, elang. Tuzut qilma. Siz hozircha doktorga obdan moslashib, xotirjam davolaning. Ansirmang. Abdunum rayonimizga 10 necha ming kasbdoshingiz sizga yor yo'lak bo'ladi. Ha? Rahmat sizga shuji. Rahmat shuji. Ay. Anlasam o'g'lingiz Moliya iqtisod universitetiga o'tibdi-ku. Shundoq. Yigit, oliy maktabga borgandan keyin obdan o'qib, qaytib kelib, omonat qarz kooperativimizga imtihon berib, bizga qo'shilgan Juma. Ma'qul. Rahmat sizga shuji. Rahmat. Doktorlarning deyishicha, asliga kelishlari yaxshi ekan. Endi uyga qaytib aram asli bo'ladi ekan. Shu. Kooperativ bilan yo'ldoshlar menga
ko'p yaxshilik qildi. Ularga rahmatimni qandoqmi bildirib bo'laman. Tezroq asliga kelib, idoraga boldiroq qaytib ishlasizlar, ularga rahmat aytgan bo'ladilar. Shu, to'g'ri deysan. Men cho'qqin maktabda a'lo natija bilan bitirib, yaxshi xizmat tepib, ko'p pul tepib, menga singdirgan ajrimlarni qaytiraman. Umidinglarni cho'qqin oqlayman. Hargiz jafo tatqizmayman. Oxirda dadamning salomatligining boldiroq asliga kelishini, sizning salomatligingizning davomli yaxshi bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. O'g'linglar Mardondan. Sen hozirli o'g'limizga javob xat yozib, idoradagilarning menga alohida ko'ngil bo'lib, meni kasallik pensiyasiga chiqarib qo'yganini ayt. Umi xotirjam bo'lsin. Ma'qul. Bu qatam erkin uchun iyon to'plash ishida butun sistemimizga xodimlar o'zlarining mehr shafqatini oyimidi. Buningdan bak ta'sirlandim. Shuning bilan birga bu bizga bir ilhom bo'ldi. Har qatim xodimlarimiz qiyinchilik uchirganda iyoni to'plash bilan masalani hal qilib ketgan bo'lmaydi ekan. Shunga mukammal bo'lgan yordam berish tuzilmasini turg'izishimiz kerak ekan. Abdunum rayonlik kooperativ mehr shafqat fondi ta'sis qilsa, xodimlarimiz qiyinchilikqa uchirganda o'z rolini to'liq joriy qildira oladi. Bu taklif bo'ladi ekan. Mehr shafqat fondining ta'sis qilinishi xizmatchilarning qiyinchiligini hal qilib qolmay, kooperativimizning dilbirligi ham uyushchanligini yuqori ko'targidek. Men qo'shilaman. Yaxshimisiz sho'ji? Men Xijinaylik omonat qarz kooperatividagi Erkinning o'g'li Mardon. Dadam og'rib qolganda, siz Abdunum rayonimizdagi har qaysi yezi omonat qarz kooperativlaridagi xizmatchilarni dadam uchun iyon to'plashga safarbar qilib, oilamizning iqtisodiy qiyinchiligini hal qilib bergandingiz. Bu yil men Moliya iqtisod universitetini bitirib, kooperativning imtihonidan o'tib, sharafli holda omonat qarz kooperativining bir a'zosi bo'ldim. Biz Uyg'urlarda daraxtning qimmati mevasi bilan, odamning qimmati to'kpisi bilan deydigan gap bor. Men dadamga o'xshash yezdi yilsiz tatib, o'z ajr mevamni sunaman. Rahmat sizga.